Xo'p, почти ishimni bo'ldim. Fuf, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Dijar. Короче, men ertalabdan to есть kechasidan ertalabgacha men bu kodlarni yozib, bir narsalar qilib chiqdim. Charchab Mana yurib ketdim, mayli, xo'p. Charchab ketdim, bundoq qilib aytganda bor-ku, o'sha kecham tushdi menimcha. Uf, kim ekan bu chet elishim tegidagi baqirayotgan. Uf, men chiqib ko'ray sekin. Bilasanmi, sanda bola baqiryapsizlar ham. Shunda so'rashmoqchi demoqchi edim. Nima balo bu? Braqking? Eshitmadingizmi siz hali? Nimani eshitishim kerak? Hech narsasiz kecha gapga kuylar turuvdi bugun. Короче, qishlog'imizda suv bosib oladi yaqinda. Ha. O'shanga hozir biz yetillar bilan uylarni himoya qilamiz. Braqking? Hop. Kecha bolalar kuni edi. Ko'p ichormadingizmi? Yo'q, chimman. No, atak men bunaqa pranklar kerak, meni polizimni kim yig'ib tashladi bu yerda hozir? Qaysi biringlar? Yetillar bo'lsa kerak. Voy, do'stlar, ertalabdan qornim ochidi, sandig'imda ham menimcha har doimgidek hech narsa yo'q bo'lsa kerak. No da. Chunki men uyimda har doim hech narsa bo'lmagan. Polizimdan narsa olardim. Bugun polizimdan qaysidir qishloqi yoki Braqking yeb qo'ygandir. Mayli, kimligini bilmayman, lekin yeb ketishibdi. Shuning uchun boshqa polizga boraman. To'g'rimi, yetib qol. Bu polizda ham yo'q. Voy, qochib tur. Nargi polizlarda ham yo'q. Ochiq bo'lib ketamiz endi. Menimcha bu polizlar yetillar suv bosmaslik uchun yig'ib olishgan. Qanaqa suv prankilarga boring, yo'qalinglar, sizlarga ishongan men ahmoq. Bor, yotib uxlaganim emas. Tira qol, balkim tushdir, balkim boshqa narsadir. Voy, men ertalabda bularga ishonib o'tirish niyatim yo'q, yoki kechasimi soatim ishlamaydi, men bu mushicha qotib qolgan, lekin ko'zi qimirlayapti, qaranglar. Xo'p, buni qo'yinglar, o'zi tomam ketyapti, ko'p uxlamaganim uchun. Men 5 minut uxlab olaman-da, potom ko'ramiz. Ertalabdan voy, tovuq ovozi nima qilyapti? Voy, hammaga yana bir marta salom do'stlar, sizlar bilan Dijar. Voy, nima balo bu tovuq, jonga tegding, bor, yo'qol suvga tush. Stop. Suv? Nima balo bu? Voy, suvimizdaligini tushunmadim. Yo, bu tush, to'g'rimi tovuq? Tovuqim o'lib qoldi. Tushunmadim, nima bo'ldi? Bu ovqatlar qayerdan? Sop qo'y. To'xtanglar, bu tush menimcha, bu tush. Stop. Yo, bu 100 talik tush. 100 talik bu tush. Tush bo'lmasa, meni uyim, to'y, men yashaydigan joy nimaga bu qanaqadir suv joyda yoki okeanmi, nimaligini bilmayapman. Umuman bilmayapman. Suv vashi muzda ekan lekin. Stop. Agar bu tush bo'lganda uyg'onib ketishim kerak edi. Yo. Stop. Endi men nima qilaman? Stop. Men bu yerga o'zi qandoq kelib qoldim? Men oddiy uyga kirdim. Faqatgina yotib uxladim xolos. Braqking aytganda uylarni suv bosib ketishi mumkin deb. Nima endi men bu yerda bir umr yolg'iz qolamanmi? Suvimizdaligini kim bor? Orqalariga o'tib ko'rish kerak. Yo'q, hech kim yo'q. Mendan boshqa hech kim yo'q. Yoki yer tagida, suv tagida qolib ketganmikan? Yoki suv meni uyimni ko'tarib ketib qo'yganmikan himoyalamaganimga? Nima qilsam bo'ladi, umuman tushunmayapman. O'yla. To'xta, ovqat bormikan? Hozircha ovqat bor. Hozircha yashasak bo'ladi. To'xtanglar. Men sandig'imni tegigan narsalar bekitib qo'ygandim hozir. Hozir men bu yerdamida yo'q. Butlada yo'q, pechkamizda ham yo'q.
oxirgi joy masjidlarni o'rinlarini qaraychi. Hozir. Uf, oldim. Stop. Buni men elsicho nafsiyaki so'chi olib qo'yganman. Yana neti o'ylamanglar. Bu oddiy qizil tutun qoldiradigan Qarachi nimaligini bilmayman. Qilib, xo'p, men buni otsam kimdir kelarmikin? To'xtala. Ha? Opa, bo'ldi, men otdim. Kimdir ko'rish kerak. Ey, men shu yerdaman. Hech kim yo'q-ku. Voy. Otadiganim ham o'qib tugab qoldi. Nimaga ko'proq olib qo'ymayman, ha? Xo'p, to'xtala, boshqa narsa qarab ko'rish kerak. Xo'p, men bu yerda yo'q hamma narsam o'zi. Voy. Boshqa hech narsa qolmabdi tegida. Bitta shuni olganmidim. Of. Ha, to'xtala. Men bitta narsa ko'rgandim. Suyek bu. Bu shularni men bitta aralashtirib narsa yasasa bo'lardi hozir. Chalasini birlashtirish kerak uni. Hop. Mana oba. Fuf. Biramallab shuni yasadik. Atak bunaqa yasalmaydi, lekin biz yasadik. Xo'p. Endi bu yerda qayerga o'taman? Stop, kechasi yaxshi ko'rinadi, lekin kechishyapti. Stop, kechasi yaxshi ko'rinsa, menga yaxshi. Lekin yomon tarafi sovuq. Plus qorni och. Voy, men buni davay. Yana bir marta otib ko'raman, kimdir kelar balkim. Opa. Oy, bunisi yomon chiqarar ekan. Bo'ldi. Kimdir keladi endi. Endi men kirib kutsam bo'ldi. Kimdir keladi, to'g'rimi do'stlar? Qarochi, kim meni videomni ko'rayotgan bo'lsa, chaqirib qo'yinglar yordamga kimdir. Men bitta qolib ketdim bitta o'zim. Of, kimdir kelib qolar. Oy, suvga tushib ketaverdim, borku sovuq. Voy, uyga kiramiz. Xo'p, buni ham qo'yib qo'y. Ikkalasi ham bo'sh. Mayli, hozircha shu ovqatlarni yeb o'tiraychi. Yo'q, o'sha ovqatlar ham tugadi, lekin hech kim kelgani yo'q. Uf, voy, kutish kerak faqat, boshqa hech narsa qo'limdan kelmaydi. O'yla. Xo'p, mayli kelib qolar kimdir. Kasalam bo'ldim borku. Do'stlar, men hamma narsani yeb bo'ldim. Men bu yerdagi verstakni ham, sandiqni ham yedim, bazuka. Qorin ochligidan hech narsa qilib olmayapti. Kiyimlarim, ko'zlarim hali uxlamayotganimga naqd necha kun bo'lganini ham bilmayman. Ko'zlarim qizarib ketdi. Qorin och juda ham. Hamma yo'q, men bu endi 8 oyoqlarni ushlab yeyishga to'g'ri keladi, lekin zaharli ular. Qaniydi kimdir kelib qolsa. Stop. Ko'zim ko'ryapti menimcha. Voy. Ye, Braking. Odam. Ye, Braking. Braking. Qandoq tirik qoldingiz? Yaxshi. Voy, ovqat bering, qorni och, ovqat yo'qmi? Ovqat. Qarochi, bilmadim. Nechidir kun oldin qarochi men mashta qolib ketdim. Unda uyg'onsam, ovqat. Voy, qornim. Suv bormi? Men bitta suvli tuzli hammasi umuman icha olmadim. Ko'zlarim o'zi qizarib ketgan. Men buni qarang. Kiyimlarim oqarib, hamma yog'im qon. Bering. Voy, hamma narsa bor. Voy, yaxshi. Bu suv tuzli, bu suv necha bo'lmaydi. Voy. Qarochi, Braking, men nechidir kun oldin aytgandingiz, adashmasam. O'sha payt suv toshqini meni olib ketib, mashinaga olib kelib tashadi. Voy. Men qarang, hamma narsani yeb chiqdim. Uy, pechka, temir, taxta hammasini. Endi qorni och ekan deb endi bosaverdim-da. Endi tushunasiz-ku. Voy, hali ham keldingiz. Qishloq qayerda? U tarafdami, qayerda, bu yoqdami? Mana olib keting, ish qilib. Yashashga joy bormi? Hozirchalik yo'q. Uf, mayli, xatib kelibdi-ku do'stlar. Aha. Zato Braking kelibdi. Men o'sha holim yo'q. Voy. Zato tirik qoldik, eng muhimi, to'g'rimi? Voy. Do'stlar, lekin meni qutqarsin, oxirsaman ketdik bo'ldi, Braking. Bu yerdan ketgim kelyapti o'zi. Keling, yaqinroq siz olmayman. Qo'llarimizga qon hamma yo'q. Opa. Ketdik bo'ldi.
Do'stlar, biroq keyin keldi, endi biz qayerlargadir ketamiz. Like podpiska bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, men kamerani o'chirdim. Voy. Короче, do'stlar, sizlar men bilan yoki Brahking Islomchi hamma mana FXdagi YouTuberlar bilan gaplashmoqchi bo'lsanglar, tepada mana Telegram kanalimizda bor. Mana chap tarafda esa gruppamizda chiqadi. Mana pastda esa hech narsa chiqmaydi, bilaman. Bu yerda like, podpiska bosib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Ну, oxirigacha ko'rganlarga katta rahmat. Agar biza 70 mingta bo'lsa, videoni davomi chiqadi. Bo'lmasa, yo'q. Давайте 70 mingta qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana Brahking qutqardi.